uxlayman. Men o'zim bo'yinganman. Lekin men bo'yanib uxlayman. Lekin men dadam uchashkaga ketibdi. Uxlab turgan paytda. Lekin menga ancha vaqt o'tsa nasib bo'lsa uchashkaga basseynga beradi. Ajila beradi. Oldin toqqa borguncha menga botinka olib bergan. Har doim men ko'chaga chiqaman. Turganimdan keyin ko'chaga chiqqanimdan keyin ovqat yeyman kelib. Uncha aqllisiz qizim. Lekin sochlarimni to'g'rilab qo'yaman. Unda hidligina bo'lib kelibsiz. Hidligina bo'lib kelaman o'zi. Qo'lingizdagi qanaqa hid? Duxiy. Lekin bo'lgan shuncha. Qanaqa degan? Opamdika uzuncha. Lekin Muhammad xolam menga udum qildi. Shunday duxim. O'shani sirtim. Do'pay qizim. Aysalim. Lekin men dadamga yaxshi ko'raman, ayamga yaxshi ko'raman. Ko'pincha men dars qilaman. Ko'pincha men dadamni yaxshi ko'raman deb aytsam deb o'ylabman. Dadamga ko'pincha yaxshi ko'raman lekin dars qilaman. Do'chka olib bering desam do'chka olib beradi. Nasib bo'lsa mana ochko olib beradi qiliblarni. Yo'q uchirqich olib beradi. Nasib bo'lsa xudo xohlasa. Qizimga aytgan narsalarni olib beraman. Bunday chiroyli qizni. Ko'zlaringiz unday chiroyli. Men nahar chistaman. Qizim, nima bu? Mana nahar. Ana u. Xina. Ha, yaxshi. Xinada. Men bugun qo'riqbayda xina qildim. Xina chizdim. Qizim, endi uxlayapsizmi? Uxlash kerak, vaqt. Malades. Xayrli tun.